Topik 1 testlarini titki qismini qolgan variantlarni ko'rib chiqishda davom etamiz. 7 dan 10-savol. Xo'p, bu savolda suhbat qayerda ketayotganini topishingiz kerak bo'ladi. Qisqacha suhbat beriladi. O'sha suhbatdagi kalit so'zlarga qarab turib, suhbat qayerda ketayotganini topishingiz kerak. Misol uchun 7-savolda qaranglar. 한시 영화표 2장 주세요. Qarang. Hanshi yonxuapyo tujan chusayo deyapti. Ya'ni birdagi kino bileti 2 dona bering deyapti. Endi bu yerda kino bileti degan, aynan kino bileti degan so'z mana bulardan faqat bitta qirqchanga boradi xolos. Chunki qirqchan kinoteatr degani. Pyongyang kasalxonada kinoga bilet so'ramaydi hech kim, to'g'rimi? Bankda ham kinoga bilet so'ralmaydi. Shiktangda ham xuddi shunaqa holat. Demak, javob 1 bo'lyapti. Keyingi qismida mana 8da ham endi o'qib beradi. 민수씨 3번 버스 타요? 네, 저기 오네요. 저 먼저 갈게요. Endi qaranglar, avtobus degan so'z chiqyapti. To'g'rimi? Men birinchi ketaman degan so'z chiqyapti. Bo'ldi, mana bu yerda bitta kalit so'z beryapti, avtobus. Avtobus sartaroshxonada bo'ladimi? Yo'q. Chongyujan avtobus bekatida bo'ladi, to'g'rimi? Uchegok pochtada bo'ladimi? Yo'q. Sajingman rasmxonada bo'ladimi? Yo'q. Demak, javob 2 bo'lyapti. Xuddi shunaqa ichida bitta ikkita aloqador so'zni beradi. Shu aloqador so'zni topib turib belgilasangiz bo'ladi. Endi titki testlarida asosan 17-savolgacha bo'lganda sizni lug'at boyligingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, unchalik qiyin emas, osongina topishingiz mumkin. Siz faqat ana eng kerakli asosiy so'zlarni yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Hech bo'lmaganda 500 tadan 1000 tagacha so'z bilsangiz, 17 gacha qiynalmasdan yetsangiz bo'ladi titki testlarida. Video yoqayotgan bo'lsa like bosing, do'stlaringizga ham ulashib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting.